Doktorlar nima deyishdi? Dada, doktorlar 15-16-larigacha deyishdi. Akalar, ming bor uzr. To'satdan gapinglarni eshitib qoldim. Men shu do'konning ish boshqaruvchisiman. Dadangizga ayting. Ko'ngillariga nima yoqsa xolaganini olsin. Men nomdan tekin. Yo demang. Bir kassani oldida bo'laman, xo'p? Anaqa bo'lmaydimi? Oling, hamma narsa tekin. Oling dada, yaxshi ko'rgan hamma narsalaringizni oling. Yangilikka bosolik qilaylik. Ukajon biz keluvdik. Gap akalar. Sizlarga magazindagi hamma narsa tekin. Olaveringlar. Nima olamiz? Kolbasa. Go'sht. Kolbasa. 5 kilo go'sht. Davay. Dada, mana shu bavin achititilidan olaylik. Achititili. Ukajon bu qanday achititili? Ha, bavi bu zo'r achitititil aka. Uyingizda tog'oraga qaynagan suv solasiz, bundan solasiz, kiyimlaringizni solasiz. Mana u ketmaydigan dog'lar, kiyimlardagi sarg'aygan dog'lar bor-ku, o'shalarni top-toza qiladi. Oq kiyimlaringiz oppoq qiladi. Germaniya xomashiyasida ishlab chiqarilgan. Allergiya chaqirmaydi, bolalarni ham kiyimini ishlatsangiz bo'ladi. Bo'ldi, olamiz. Bu ham tekinmi? Ha, bemalol aka, oling. Nima olamiz? Yana ana olaylik. Baxtliman. He aka. Ha, bugun sana 25. O'shanda o'g'lingiz aytuvdi, doktor aytdi, 15-16larda bo'ladi dedi. Soppa sog'lom yuribsiz-ku? Siz o'sha kuni bizni gapimizni oxirigacha eshitmadingiz-da. 15-16larda doktor safardan kelmoqchi. Meni oyog'im tekshirmoqchi edi, terlayapti-da, shunga maz yozib bermoqchi edi. Bunaqa bo'lmaydimi? Ayyo, nafasingni issiq tushirsin, abori qol. Chiq bo'lmasa do'kondan. Pekinga shuncha narsa berdim. Chiq. Minnat qilma. Akalar bo'ldi, keldik, 50 ming so'm bo'ldi sizlardan. Doktor nima dedi bolam? Doktor aytdiki, 15-16-larigacha dedi. Akalar, bemalol tushib ketaveringlar, pulinglar kerak emas. Yo. Yo'q, bemalol tushaveringlar, pul kerak emas. Tekin. Ha, tekin. Ey rahmat. 5 minut kutib turing unda. Sirdaryoga tashlab qo'yasiz-da, Sirdaryoga bormoqchi edik to'yga. Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Qaysi shamol uchirdi seni bu yerga? Ayamni kelganman bu yerga. Taniyman endi. Men ham taniyman. Sizdami? Qizingizni menga bermagandingiz. Endi taqdir taqozosilar meni do'konimga kelibsizlar-da. Voy, do'kon siznikimi? Ha. Afsus. Hali ham o'sha eski kurtkalarda yuribsizlarmi? Ha? Sovuq emasmi? Sovuq. Bizning shubalar Yevropa mex naturalniy norkadan to'qilgan. Buni kiysanglar mazza qilasizlar. Qimmat emasmi? O'shanda qizingizning ham narxi ancha qimmat edi. Ming afsus. Bobirjon, sizniki yoqmaganidan ming afsusdaman. Endi o'xshamay qolgan xudolarga skidka bormi? Endi sizni kim deydi? Bo'lmay qolgan onam deymi, xolam deymi, meni eshiting. Meni imperiya do'konimda 31 dekabrgacha hamma shubalarga 40% chegirma e'lon qilganmiz. Afsus. Qaniydi vaqt orqaga qaytaraversam, sizga bo'lgan sevgi izhorimni ayta olsam. Bari qol. Endi kech. Davay sur. Yur qizim. Baxt burgutini qo'ldan chiqardik. Zato skidkaga olyapmiz. Yur. Voy Bobur. Baqib yursan bu yerda. Bor tualet suvini to'g'rilab qo'y, suv ketmayapti. Xo'p bo'ladi, hozir. Kimni kutkasi bu? Hozir shepim. Bo'ldi, ishladi shepim. Ishchilarga ayting, qog'ozni ichiga tashlamasin. Ana bu qolyapti.